Seminarda avvalo genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishiga asos bo'lgan omillar, joriy qilinayotgan tartibning ilmiy va huquqiy jihatlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Aytish lozim, genom ma'lumotlari jinoyatchilikning oldini olish, jinoyatlarni tezkor fosh etish, shaxsni identifikatsiya qilish jarayonlarini soddalashtiradi. Shu bois tibbiyot sohasidagi mutaxassislar mazkur jarayonning eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa jazoni ijro etish muassasalarida bu jarayonni sifatli tashkil etish, ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish va tahlil qilish katta mas'uliyatni talab qiladi. Bugungi kunda ichki ishlar organlari tomonidan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni aniqlash, fosh etish va oldini olishda genom axborotidan foydalanish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda ixtiyoriy va majburiy tarzda davlat ro'yxatiga olamiz. Ixtiyoriy tomonlama O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolarining yozma arizasiga ko'ra pullik asosda amalga oshiriladi. Majburiy ravishda esa og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar va o'sha og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar sodir etilganlikda gumonlanuvchi va ayblanuvchi sifatida jalb etilgan shaxslar genom bazasiga kiritiladi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan shaxslarning biologik namunalari bizga keltiriladi. Bosh markaz tarkibiga biz va undan biologik materiallardan genom axborotini olamiz hamda va biz genom axborotining yagona ma'lumotlar bazasiga kiritamiz. Tadbir davomida genom ekspertiza uchun biologik namunalarni olish tartibi, xavfsizlik qoidalari, laboratoriya talablariga qat'iy rioya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish prinsiplari batafsil o'rganildi. Mutaxassislar tomonidan namunalarni to'plashda qo'llaniladigan zamonaviy uskunalar, steril muhitni ta'minlash, namunalarni belgilash hamda ularni tegishli bo'limlarga yetkazish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Tibbiy xodimlar bu jarayonda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolar va ularning oqibatlari haqida ogohlantirildi. Bundan tashqari genetik ma'lumotlar bilan ishlashda xalqaro standartlar, maxfiylik talablari hamda jamiyat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni ham muhokama qilindi. Seminar ishtirokchilariga real misollar, video materiallar va amaliy mashg'ulotlar orqali jarayonning barcha bosqichlari amalda namoyish etildi. Ekspert kriminalistika markazining mutaxassislari qon olish namunalari, uni majburiyatda, uni olingandagi asosiy mezonlari nimadan iborat bo'lganlari, uni bevosita tibbiy nuqtai nazardan sterillikka rioya qilgan holda o'sha DNKni olish tartibini ketma-ket tushuntirib berildi. Ahamiyatli tarafi shundan iboratki, jazo ijro etish tasarrufidagi muassasalardan bo'lgan barcha muassasalardan, jumladan 49 ta muassasalardan bizda shifokorlarimiz hamda o'rta tibbiy xodimlarimiz keldi. Majburiy qon olish tartibida asosiy narsalardan bittasi bu jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga ham ularning huquqlarini poymol qilmagan holda tushuntirish ishlarini olib borishdan iborat. Bu seminardan keyin biz o'zimizga reja topshiriq qildik, ya'ni bu seminardan keyin bajarish ketma-ketligi, jumladan jazo o'tayotgan maxsus kontingent yig'iladi. Ularga tushuntiriladi. Shu qoidaning normalari, nima maqsadda qilinayotgani, qanaqa qilinayotgani, har bir muassasada faqatgina tibbiy xodimga yuklatilgan vazifa emas. Tibbiy xodim bu vazifani bajaradi. Lekin bu vazifani bajarishda tarbiyachining o'rni qanday? Tartibot o'rni qanday? Tibbiyot bo'limiga shu saqlanayotgan jazo muddatini o'tayotgan shaxs qay tartibda olib kelinadi, qay tartibda tushuntiriladi. Shu kabi ma'lumotlarni bevosita bizning ma'rifat soatimizda dushanba kuni yetkaziladi. Tadbir yakunida tibbiy xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildi. Mutaxassislar tomonidan har bir savolga atroflicha javob berildi. Seminar ishtirokchilari uchun maxsus metodik qo'llanmalar, tartib-qoidalar va amaliy tavsiyalar ham taqdim etildi.